Do'stlar omad kelganda emas, ketganda sinaladi. Hammasi joyida bo'lib tursa, ishlaringiz zo'r bo'lib tursa, hamma do'stday ko'rinaverishi mumkin. Do'st bo'lmaganlar ham o'zini do'stday tutishi mumkin. Lekin tegirmonni charxpalagi teskari aylanib qolganda, sizga kelgan omadlar ketganda, boshingizga bir balo kelganda, bir tashvish kelganda, bir sinov kelganda, keyin boyagi g'alvirda bittasi qoladi, yo'qolmaydi. Hammasi to'kilib ketadi. Ranjimaslik kerak. Shunday bo'lgan bo'lsa, shunday bo'lsa, kelajakda ranjimaslik kerak. Alhamdulillah deyish kerak. Alloh shunday yaxshi va yomonni ajratib olish uchun bizni hayotimizda ana shunday bir sinovlarni yuborgan uchun shukr qilishimiz kerak.